pul baxt olib kelmaydi deyshadi. Lekin haqiqat shundaki, bu gaplarni odatda kambag'allikda yashab ko'rmagan odamlar aytadi. Ular pul baxt olib kelmaydi. Kambag'allar hayotdan ko'proq zavq oladi. Pul odamni vashcha o'zgartiraveradi. Boylik faqat muammolar keltiradi, deyshadi. Lekin to'xtang, bu gaplar haqiqatmi? Bugun dunyoda 700 milliondan ortiq odam mutlaq qashshoqlikda yashaydi. Ularda asosiy ehtiyoj uchun ham pul yo'q. 1.6 milliard odam toza ichimlik suvdan mahrum. Kuniga 25 mingta inson ochlik sabab hayotdan ko'z yumishadi. Kambag'allar baxtli deyshadi. Lekin bola maktabga yaxshi kiyimda bora olmasa, baxtlimi? Uni hech kim kamsitmasa ham, u o'zini hech qachon boshqalar bilan teng his qila olmaydi. Pul muhim emas deyshadi. Lekin kasal bo'lganda, pulingiz bo'lmasa, bu gap hali ham o'rinlimi? Shifokor qimmat dorilar ro'yxatini yozadi. Sizda bo'lsa 100 ming so'm pulingiz ham yo'q. Siz dorixonadan chiqib ketasiz va yaratgandan mo'jiza kutishga majbur bo'lasiz. O'tmishga nazar tashlaymizmi? O'rta asrda oddiy dehqonning umr davomiyligi 35 yil edi. 19-asrda sanoat inqilobigacha Yevropadagi kambag'al oilalar bolalarni yarmini 5 yoshga yetmay yo'qotgan. Tibbiyot rivojlanmagan, kambag'allar bo'lsa qashshoqlikdan chiqish imkoniyatiga ega emas. Ko'pgina kino va seriallarimizda boylarni yovuz, kambag'allarni bo'lsa saxiy va ko'yni ochiq qilib ko'rsatishadi. Lekin tushuning, hayotda hamma kambag'allar ham yaxshi emas, hamma boylar ham yovuz emas. Haqiqiy kambag'allik bu faqatgina kam pul emas. Bu har kuni qiyinchilikka chidash, kelajak oldidagi qo'rquv, imkoniyatlarning yo'qligi. Boy bo'lish yomon emas, boyligiga intilish yomon emas. Muammo qashshoqlikni odat deb qabul qilishda. Shuning uchun ham kambag'allikni romantizatsiya qilish kerak emas. Undan chiqish yo'lini izlash kerak. Mana bu siz ko'rib turgan insonlar ham qachonlardir kambag'al bo'lgan. Lekin ular kambag'allik bu baxt deb qo'l qovushtirib o'tirishdi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Ular harakat qilishgan. To'g'ri, pul hamma narsani hal qilmaydi, lekin pul hamma narsaga yo'l ochadi. Eslab qoling, kambag'allikni to'xtatish shart. Bu jamiyatga yoki davlatga bog'liq emas. Siz o'zingiz harakat qilmasangiz, hech narsa o'zgarmaydi.